Assalomu alaykum. 79-yilda ishlab chiqarilgan o'ta butun mashinamiz kelib qoldi mana. 011. Motor korobka ходовой holatlari o'ta zo'r bu mashinamizda. Hech qanaqangi bir kamchiligi yo'q, baklari bor. Orqada mana butun kechap ko'rib turibsiz. Salonlarda ham hech qanaqangi ish yo'q mana. Salonlari ham yaxshi, barmanlik qilib qo'yilgan. Zavet bo'ladi degan ishni o'zlarimizga zavet qilib ko'ramiz. Mashinamiz zavet bo'lib turibdi. Mana portlargacha bor. Portlar fonni qulflaydi xolisa.